Assalomu alaykum hurmatli shifokorlar. Bugun biz Andijon viloyati Xo'jaobod tumani Markaziy kasalxonasi diagnostika bo'limiga yangi rusumdagi Zonkir VIF 65 rusumdagi yangi apparat olib keldik. Bizga bu apparatni Hitech Arian Medical kompaniyasi tomonidan tavsiya qilindi va olib kelib ustanovka qilib o'rnatib berishdi. Apparat juda yaxshi, ishlatib ko'rdik, ishlash funksiyalari juda yaxshi, yangi rusumdagi bunaqa QR kodli yangi funksiyalari bor ekan. Apparatimiz ishlashi juda yaxshi. Sizlarga ham shu apparatdan olishga tavsiya qilamiz.